Salom qizlar, oddiy xizmani qanaqa o'tkazganimizni sizlarga ko'rsataman. Kenja qizimni tug'ilgan kuni bo'ldi, 6 yoshga to'ldi. Bu yil parti qilmadim qizlar, hech kimni chaqirmadim. Oilaviy o'zimizdan nishonlandik. Keyin podarkalarini ochdi, mana bunaqa pinyadani sindirdi. Pinyada bu Amerikada mana shunaqa traditsiya, o'zi Meksikadan kelgan traditsiya. Mana shunaqa ichiga konfet, unchalik qo'yiladi-da, bolalar keyin bitada urib uni polni sindirishgandan keyin ichidan mana shunaqa konfetli unchalik chiqadi. Uni o'shani bolalar keyin yig'ib oladi. Bu shunaqa traditsiya. Keyin okeanga bordik, plyajda ozgina aylanishga, suvni yonida turganimiz uchun tez harakat qilamiz shu okeanga kelishga. Sal salqinroq edi, 16-17 gradus и shamol. Okeanga kelsak, даже suv ko'rilayotgani yo'q, chunki tuman, lekin baribir ham havosi mazza. Keyin qarasam, pochilija bir narsani chizyaptilar. Nima ekan desam, J plus J deb yuricha qilib qo'yibdilar mayakka to'g'risida. Jasmine plus J qilib. Bilasizlar, mayakka ichida menga предложение qilganlar. Floridada o'shanga qatta mayak ko'rsalar, shunaqa romantichniy bo'lib ketadilar. Shunaqa plyajda aylanib, keyin ozgina butiklarga kirib chiqdik bolalarga bu narsa olishga, shu bilan restoranga yo'l oldik. Qatta ovqatlanmoqchisan desak, bizada ostrovda mana shunaqa joy bor. Bu yerda o'zi seafood sotadi, no nimasi zo'r bolalar uchun territoriyasida mana shunaqa kichkina alligatorlar suzadi. Ularni bolalar o'zi ham o'zini spetsialniy ovqatini mana bunaqa krючокka qo'yib yedirishligi mumkin. O'shanga bolalar yaxshi ko'rishadi shu. Bu olgan alligatorlarim undan oldin olingan video. Bu safar esimdan chiqib qolibdi sizlarga alligatorlarni olish. O'shanga qo'shib yubordim. Keyin shunaqa ovqatlanib, keyin ular o'zligi kichkina tortik olib kelib berishdi Mayziga tug'ilgan kuni bo'lgani uchun. Lekin baribir ham uyga